bir narsaga e'tiborlarni qaratmoqchiman. Deyarli sun'iy intellekt haqida eshitmagan odam qolmadi. Ayniqsa bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz ishlatib ko'rdingiz. Hamma savolingizga javob berib turibdi. Istalgan savolingizga va kundan kunga yaxshilanib boryapti. Istalgan misolni ishlayapti. Istalgan muammoni o'tirib yechib tashyapti. Ya'ni aqlda yaqin orada odamlardan o'tib ketadi katta ehtimol. Ya'ni ayniqsa bizning bolalarimiz katta bo'lguncha savol tug'iladi. Bolalarimizga aqlli bo'lishga, IQsi baland bo'lishga, matematikadan zo'r bo'lishga yoki bir nechta til bilishiga hojat qoladimi? Nimalarni o'rgataylik? Universitet dasturlarida top universitetga kirishimiz foyda berarmikan? Universitetdan aqlliroq narsa cho'mchigimizda turgan bo'lsa. Mana shu haqida gaplashamiz va javobimizni eshitib ham bo'ldingiz. Men ko'p joylarda aytdim, shu videoda ham aytaman bu narsani. Farzandlarimizni xarakteriga e'tibor berishimiz kerak, buyog'iga, axloqiga. O'zimizda ham gap bor-ku, biz axloqlarni yaxshi qildirishga buyurilganmiz. Ya'ni biz yana ham har doim axloqimizni, xarakterimizni yaxshiroq qilib borishimiz kerak.